Chinoz, Sirdaryo, Olmazor, Oqqo'rg'on xullas sizlar uchun yengillikni zo'rini qilganmiz. 1, 2, 3 xuddi shu ko'rayotgan 3 ta qator super moyishi aboyili 160 ming so'mdan sotilgan edi. Sizlar uchun yilning eng oxirgi aksiyasi qildik. Xuddi shu ko'rayotgan 3 ta pulka super moyishi aboyi sizlar uchun 145 ming so'mdan skidkaga tashlab yubordik. Bu hali hammasi emas, 220 ming so'mdan sotilgan Modelo firmasini ko'ryapsizlar. Super moyishi aboylari, karcher qisinglar ham yirtilmaydigan variantini ko'ryapsizlar. Qaranglar, birinchi qatori, ikkinchi qatori, uchinchi qatori umumiy olganda 15 ta polka super moyishi aboyi 220 ming so'mdan sotgan bo'lsak, sizlar uchun buni ham 10% skidkada 199 ming so'mdan qilib yubordik. Bosib yuboradigan joyi o'zi yil oxirida ko'p do'konlarda ular 3 ta 4 ta qolgan narsalarga skidka beriladi. Men sizlarga tegi bor, kolичествоsi boriga bera olmay, xullas super moyishi aboy kerakmi? Uyingizga vagoni bilan to'kib yuboramiz. Xullas gap qisqa qilamiz. Assortimentni ko'rdinglar. 29-dekabrgacha super moyishi aboylarni bosib yuboradigan joyi manzillarimizni eslatib o'taman. Chinoz shahar Dehqon bozorining yonginasida joylashgan. Kelaverasizlar.